O'rnimga o'tirib turibsan, otsen-chi. Orqadan keldi, orqadan. Bitta minus bo'ldi. Otsen-chi. Ay, mashina orqasidan. Labbi ona. Bolam, akangni berib qo'ydik. Nima? Tezda akangni ishxonasiga yetib kel. Aka, menga qarang. To'xta, menga qarang, chizdi. Odamlar qarab Qaytib uyingizga qadamimni bosmayman, tushundingizmi? Nima? Menga akaligingizni pesh qilib minnat qilmang. Sandaka akam yo'q. Voz kechdim. Ha? Sizni o'ldi dedilar-ku. Tirikman, o'ldi deb xursand bo'lib ketdingmi? Men tushunmadim, ona nima bu? Hazilmi? Bolam, aka-uka yarashishi uchun kimdir o'lishi shartmi? Aslida farzandlar yuz ko'rmas bo'lsa, o'sha kuni ota-ona o'lgan bo'ladi. Men hayotligimda shu ahvol bo'lsa, o'lganimdan keyin nima bo'ladi? Ko'zim ochiqligida yarashinglar. Bilaman, akangni juda ham yaxshi ko'rasan. Yarashinglar. Ko'zim ochiqligida yarashinglar. Kela qo'y endi. Yarashinglar. Kela qo'y endi bo'talog'im. Ke. Meni kechiring aka. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Oyjon, tortni nima qilamiz? Tortni kesamiz, bayram qilamiz. Yarashuv bayrami. Boshqa urushmaymiz-a? Yo.